Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan lesson 11 ni o'rganamiz va Mr. Begov. Sizlarning o'qituvchilaringiz Mr. Begov ham shu yerda. Meni familiyam o'zi Begov. Ko'pchilik Begov deb taniydi, Begov deb biladilar. Shuning uchun ham biz Begov deb yuritamiz bu proyektni. Asl odim esa Dostonbek. Ba'zi bir odamlar Doniyor aka deydi, Bekzod aka deydi, keyin Bahodir aka deydi. Shuning bir narsalarni topib aytadilar, lekin odim Dostonbek. Begov Dostonbek. Sizlarni angliyskicha o'qituvchilaringiz mana YouTube'dagi. Agarda siz meni darslarimga kelib, живой o'rganjak bo'lsangiz, xonada o'zimni ko'rib, ovozimni eshitib, energiyamni olib, unda 91lik 999 11 29 shu telefonlarga telefon urib, kurslarim haqida to'liq ma'lumot olib, bilib, kelib o'rganishingiz mumkin. Albatta, xonada, atmosferada, energiya bilan o'rganisha yetmaydi ko'p narsa. Endi hurmatli o'quvchilar, ina bugun уже 11-darsga keldik. Juda ko'p vaqtdan beri уже birga kelyapmiz. Sizlarga men ingliz tilini o'rgatib kelyapman noldan. Meni kurslarim shuning tuzilgan, shu YouTube'da meni darsliklarim shuning tuzilgan. Agarda siz eng boshdagi birinchi darsdan bonini tomosha qilib kelayotgan bo'lsangiz, siz yaxshi o'rganib kelasiz. Tushundingizmi? Agarda siz orada bir-ikki narsalarni, bir-ikki darsliklarni o'tirib bergan bo'lsangiz, yaxshi tushunishingiz qiyin bo'ladi. Chunki bir dars bir-birine bog'liq. Shuning uchun yaxshilab o'rganjakman desangiz, erinmang, birinchi darsdan har birini yaxshilab tomosha qilib o'rganib kelinglar. Okay? Demak, bu narsani gaplashib oldik. Endi meni Instagramda boshqa angliyskida qiziqarli kontentlarni berishim bor. Endi Instagramga o'tib, meni Instagramda kuzatib borsangiz bo'ladi. Begov English deb chiqaman. Shu Begov Englishga obuna bo'lib qo'ysangiz, ingliz tili bo'yicha juda foydali kontentlarni ham Instagramda berib boraman. Bo'sh vaqtingizda to'g'ri Instagramda reelslarni ko'rib, natib o'tirarming. Meni ko'rib ingliz tilini o'rganib borsangiz, so'ri ketadi. Endi bugun sizlar bilan lesson 11, ya'ni 11-darsni o'rganamiz. Bugungi darsimizda around town, ya'ni shahar bo'ylab dedi. Shaharni ichindagi joylar haqida vocabulary, yangi so'zlarni o'rganamiz. Undan keyin there is, there are degan struktura bor, shuni o'rganamiz. Va undan keyin at and but degan bog'lovchilarni, gapni bir-birine bog'lashni o'rgatadigan bog'lovchilarni o'rganib olamiz. Tayyormisiz? Yoningizda albatta bir daftar, ruchka, sizni o'zingizga yoqadigan bir ichimlik, kofemi, choymi, oddiy suvmi oling, atmosferangizni ildingiz o'tib oling, keyin ostan darslikni ko'rib boshlang. Asa biz sizlar bilan boshlaymiz. Let's go. Around town. Bugun ina shahar bo'ylab vocabularyni o'rganamiz ingliz tilida. Village degani bu qishloq degani, town degani bu garadok, shaharcha degani. City degani bu город, shahar degani. Town hall degani bu shaharni zali degani. Bilasizlar, har bir shaharning o'zini madaniyat mashinining bir zali bo'ladi. Shu yerda xalq bilan hukumat nalari yengni olib shu yerda gaplashadilar, bilasizlar. Har bir shaharning o'zining zali markazi bo'ladi. Zali shu town hall deb aytiladi. Castle degani bu zamok, qala degani qala. Office building, office binosi. Park, park. Hospital, bu больница, kasalxona. Police station, bu shu politsiya mahkamasi. Xorazmchada 02 deymiz, to'g'rimi? Bus station, bu stoyanka. Avtobusdan turadigan stoyankasi bor-ku. Bu bus station. Bus stop, esa bu ostanovka. Bus stop. Train station, vokzal. Bridge, ko'prik, most. Swimming pool, bassein. Restaurant deydi, ko'pchilik xato o'qiydi. Undan o'qimanglar, restaurant emas. Restaurant.
restaurant, cafe degani, aeroport, school, maktab, factory, zavod, supermarket, store, shop, magazin, do'kon. Amerikada store deydilar, Britaniyada esa shop. Bar, bu bar. Movie theater, cinema, bu kinoteatr. Amerikada, US'da movie theater deydilar, Britaniya, Angliyada esa cinema deb aytadilar. Theater, Amerikada teatr, theater, Britaniyada teatr. Hotel, gostinsa, pharmacy, apteka, bank, post office, pochta, library, shu so'zni ko'pchilik library deb beradi. No, it's not library, it's library. Tushuntirib bildim? Biblioteka. Museum, muzey. Church, bu cherkov. Mosque, masjid, musulmonlarni shu boradigan narsa, to'g'rimi? Mosque, masjid. Synagogue bu yevreylarni boradigan o'zining ibodatxonasi. Temple ham ibodatxona, bu buddistlarni boradigan joyi. Demak, tushundik. Endi ingliz tilida here degani здесь, bu yerda degani. There degani tam, u yerda degani. Demak, bu yerda desak here, u yerda desak there bo'ladi ekan. Near degani rядом, yaqinda degani, near, yaqin. Far degani uzoq. Near degani yaqin, far degani uzoq. Demak, ushbu so'zlarni daftaringizga yozib, yaxshilab yodlab qo'yinglar. Iloji bo'lsa ko'proq yozib yodlanglar. Birdaniga o'tirib hammasini yodlashga harakat etmanglar. Bo'lib 5dan 10dan bo'lib daftaringizga yozib yaxshilab yodlab o'rganib qo'yinglar. İngliz tilini tezroq gapirib ketish uchun, ingliz tilini tezroq o'rganish uchun ko'proq so'z boylig'iga ega bo'lish kerak. Ko'proq slovaniy zapas, ya'ni ko'proq so'zlarni yodlab o'rganaverish kerak. Shunda ingliz tilini o'rganish osonlashadi, tezlashadi. Okay? Endi bugungi mavzumiz there are bo'ladi. Biza yodingizda bo'lsa 8-darsda o'rgandik. Yoki 9-dars, yo'q, 8-dars yoki 7-dars. Hozir eslab bilmay turibman, bir ko'rib beringlar, 8-7-darsni ko'rib beringlar. Have got degan narsalarni o'rgatdim. Agarda siz menda bir narsa bor deb aytchak bo'lsangiz, siz buni I have deb aytar edingiz yoki I have got. Yodingizga tushdimi? Ko'pincha biza odamlarda bor narsalarni biza have got, has got bilan aytar edik. İkkisi ham noma'noni bildiradi, bor degan ma'noni bildiradi. I have, menda bor. I have got, menda bor. To'g'rimi? Endi ingliz tilida there are degan narsa bor. Bunga ingliz tilida bor degan ma'noni bildiradi. Ingliz tilida there are degani bu ham ingliz tilida bor degan ma'noni bildiradi. Lekin bu menda bor, senda bor, unda bor degani emas. Qaysidir bir joyda bor degan ma'noni bildiradi. Tushundingizmi? Agar qaysidir bir joyda nimadir bor dejak bo'lsak, biza there are bilan aytamiz. Masalan, uyimda bor, maktabimda, universitetimda, shahrimda, restoranda, palon joyda, qaysidir bir joyda nimadir bor deymiz-ku, shu narsani there are bilan aytamiz ekan. Ya'ni uyimda 5 ta xona bor, maktabimda zamonaviy televizorlar bor, universitetimda chiroyli biblioteka bor. Qaysidir bir joyda nimadir bor deymiz-ku, shu narsani biz ingliz tilida there are bilan aytamiz ekan. Ya'ni menda bor, senda bor, unda bor dejak bo'lsak, have got ni ishlatamiz. Lekin biza qaysidir bir joyda bor dejak bo'lsak, biza unda
there is, there are ni ishlatamiz ekan. Tushunib bildim? Siz 8-mi 7-darsda have has bilan have got has got ni yaxshilab yodingizga solib o'rganib oling. Okay? Shu bilan ko'pincha biz odamlarda bor narsalarni aytamiz. Bu there is, there are bilan esa qayerdadir bor deb aytamiz. Endi bir dona narsa bor deb aytsak bo'lsak, there is bilan aytamiz. Agarda u joyda bir dona narsa bor desak, there is bilan aytamiz. Agar ko'p narsa bor dejak bo'lsak, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, unda there are bilan aytamiz ekan. There are. Masalan, uyimda bir dona kuxniya bor desangiz, bir donada tursiz-ku, there is bilan aytasiz. Uyimda xonalar ko'plikda xonalar bor desak, there are bilan aytasiz ekan. Endi men sizlarga hozir o'rgataman. There is, there aredan foydalanib gap tuzishni. Birinchi there keladi. Keyin bir dona narsa bor dejak bo'lsangiz, there is deysiz. Ko'p narsa bor dejak bo'lsangiz, there are deysiz. Keyin nima bor ekanligini aytasiz. U narsa ot hisoblanadi. Nima bor? Ya'ni bor, nima bor? Xolasangiz u narsani tasvirlashingiz mumkin oldina sifat qo'yib. Biz sifatdan foydalanar edik otni tasvirlash uchun, to'g'rimi? Demak, shunaqangi shu narsa bor. Keyin in degan narsa bor, predlog, bu da degani falon joyda. Demak, qayerdadir nimadir bor dejak bo'lsak, shuni aytamiz ekan. Masalan, meni uyimda desangiz in my house bo'ladi ekan. Meni universitetimda desangiz in my university. Gangni aytamiz, meni universitetimda zamonaviy xonalar bor deymiz. Endi men bir dona narsani bor deb turibmanmi yo ko'p narsanimi? Men ko'p narsani bor deb turibman-ku, xonalar deb turibman-ku. Shuning uchun gap nima deb boshlayman ekan? There are zamonaviy sinfxonalar. Zamonaviy degani ingliz tilida modern. There are modern sinfxonalar degani u classrooms. There are modern classrooms in da degan, ya'ni ichida. In my university. University degani bu universitet degani. University. Demak, hozir nima dedik biza? There are modern classrooms in my university. Mani universitetimda zamonaviy sinfxonalar bor dedik. Ko'rdingizmi? Menda bor, senda bor deb turganim yo'q. Universitetimda, ya'ni falon joyda falon narsalar bor deb turibman. Falon joyda falon narsalar bor dejak bo'lsak, biz buni there is, there are bilan aytamiz ekan. Tushuntirib bildimmi? Endi ganglar in degani ichida deganmi? Ichida. Ganglar sumkamda katta kitob bor deymiz. Men bir dona narsa bor deb turibmanmi yo ko'p narsa bor deb turibmanmi? Men kitob dedim, kitoblar demadim. To'g'rimi? Shuning uchun bir dona kitob. There is katta degani u big, kitob degani book. Agarda ot birlikda bo'lsa, oldina a qo'yar edik. Ya'ni bir degan mana uni bildiradi. There is a big book. Katta kitob bor, sumkamda deng. In my bag bo'ladi ekan. Qisqasi bir dona narsa bor desak, there is bilan ko'p narsa bor deb aytsak bo'lsak, there are bilan aytamiz ekan do'stlar. Bu bizga yordam beradi. Falon joyda nimadir bor deb aytsak bo'lsak. Endi shu narsani yo'q deb aytsak bo'lsak, there is va are dan keyin not qo'shimchasini beramiz ekan. Bu yo'q degan ma'noni bildiradi. There is not yo'q. There are not yo'q degani. Nima yo'q? Otni berasiz. Otdan oldin sifat ishlatishingiz mumkin. Keyin in deb nerda ekanligini aytasiz. Demak, falon joyda falon narsalar yo'q dejak bo'lsangiz, shuni aytasiz. Ganglar aytamiz, universitetimda zamonaviy xonalar yo'q. There are not modern classrooms in my university. There are not. Not degani emas degani.
There is not yo'q. There are not yo'q degani. There are not modern classrooms in my university. Mani universitetimda zamonaviy xonalar yo'q. Yoki mani sumkamda katta kitob yo'q denglar. There is not a big book in my bag. Demak, mani sumkamda katta kitob yo'q. Demak, bir narsani yo'q deb aytsak bo'lsak, there is not, there are not deb aytamiz. Endi bormi deb so'rayjak bo'lsak, ishi is bilan orni eldan chiqaramiz. Savol berajak bo'lsak, bormi deb. Is or eldan chiqadi, keyin there keladi. Bir dona narsa bormi desangiz is there deysiz. Ko'p narsa bormi desangiz are there deysiz. Undan keyin ot keladi. Otdan eldan sifat ishlatishingiz mumkin. Keyin in deb palon joyda deb aytaverasiz. Masalan, sani universitetingda zamonaviy xonalar bormi deng? Shunda are there modern classrooms in your university bo'ladi ekan. Yoki sani sumkangda katta kitob bormi deng? Is there a big book in your bag deb aytasiz ekan. Qisqasi ina biz o'rgandik qaysidir bir joyda nimadir bor deb aytishni, qaysidir bir joyda nimadir yo'q deb aytishni, qaysidir bir joyda palon narsa bormi deb so'rashni o'rgandik. Tushunarli bo'ldimi do'stlar? Demak, there is there ani o'rganib oldik. Siz bu strukturadan foydalanib ko'proq gap tuzing. Endi ayting, uyingizda nimalar bor, uyingizda nimalar yo'q, shularni ayting. Keyin maktabingizda nimalar bor, maktabingizda nimalar yo'q. Tushuntirib bildim? Ishi strukturadan foydalanib ko'proq gap tuzishga harakat eting. Okay? Endi buni konspekt etib qo'yinglar yaxshilab. Yana bir ikki misollarni ko'rib chiqamiz. Men o'zim Urganchdanman, yana aytamiz. Urganchda chiroyli restoranlar bor deymiz. Men bir dona narsani bor deb aytsam there is bilan aytaman, ko'p narsani bor desam there are bilan. Men restoranlar deb turibman, shuning uchun restoranlar deb turibman, shuning uchun there are chiroyli degani beautiful. There are beautiful restaurants in degani da degani in Urganch. Demak, Urganchda chiroyli restoranlar bor. Endi yo'q deb aytamiz. Yo'q deb aytsak bo'lsak there is not yoki there are not deb aytarak, to'g'rimi? Meni uyimda basseyn yo'q denglar. Shunda bir dona narsani yo'q deb aytchakmiz. There is not a swimming pool in my house. Demak, meni uyimda basseyn yo'q. Endi bormi deb so'rayjak bo'lsak, is bilan orni eldan chiqarar edik, to'g'rimi? Yana aytamiz, sani xonangda kitoblar bormi? Men ko'p narsani bormi deb so'rayjakman, shuning uchun are there books? Are there books in your room? Demak, sani xonangda kitoblar bormi? Ha, bor desangiz yes there are bo'ladi ekan. Ha, bor degani. Yo'q desangiz no there aren't bo'ladi ekan. Tushuntirib bildimmi do'stlar? Demak, there is there dan foydalanib qaysidir bir joyda nimadir bor deb aytishingiz mumkin. Bir dona narsa bor desangiz there is bilan, ko'p narsa bor desangiz there are bilan aytasiz. Agarda yo'q dejak bo'lsangiz there is not yoki there are not bilan aytishingiz mumkin. Endi darsimizni davom etamiz. Bular ham daftaringizga yaxshilab yozib olinglar. Endi ingliz tilida and va but degan narsalar bor. Ingliz tilida and degani va degan ma'noni bildiradi. But esa lekin, no degan ma'noni bildiradi, lekin. My bad.
So, lekin. Demak, ingliz tilida and degan bog'lovchi bor. Bu va degani, but degani, lekin degani. Buni biz gaplarimizda ishlatamiz, gaplarni bir-biri bilan bog'lash uchun. Masalan, present simple'dagi gaplar, to be emizor bilan tuzilib turgan gaplar, have has, there is there are, qaysi struktura qiziq yo'q, gaplarni biz bir-biri bilan bog'lashimiz mumkin. Masalan, menda pul bor desangiz, I have money bo'ladi. Lekin menda vaqt yo'q deysiz-ku. But I don't have time deysiz ekan. Ingliz tilida menda bor degani I have, menda yo'q degani I don't have. Ko'rdingizmi, gapni lekin degan narsa bilan bog'ladim. Biz botni ishlatganda oldinda virgul qo'yib ishlatamiz. Shu narsadan xabardan bo'linglar. Tushundingizmi? Botni qo'yganda botni oldindan virgul ishlatamiz. Endi siz menda pul va vaqt bor desangiz, I have money and time bo'ladi ekan. Ko'rdingizmi? And ni ishlatganda virgul qo'yamiz lekin. Demak, menda pul va vaqt bor bo'ladi ekan. Tushuntirib bildim? But lekin degani, and degani va degani. Endi menda pul, vaqt, sog'liq, oila bor deysiz-ku. Shuni olib aytasiz. I have, yangi aytamiz, pul bor. I have money. Vaqtim bor, time. Keyin sog'liq bor deysiz, health. And a family, oilam bor deb turibsiz. Tushundingizmi, do'stlar? Demak, I have money, mani pulim bor, time, vaqtim bor, health, sog'liq degani, sog'liqim bor. Endi o'sha bir necha narsani beramiz-ku, 1, 2, 3, 4 narsani berib turibmiz-ku. O'sha 4 narsani berganda yoki ko'p narsani bersak, oxirdan oldin keladi ekan and va oldinda virgul bilan. Bu bilan ne olacakman? İkki gapni bog'lasangiz, ikki dona narsani bog'lasangiz, prosta and o'rtada keladi. Lekin siz bir necha narsani bog'layajak bo'lsangiz, unda oxirgidan oldin keladi ekan and virguli bilan. Ikki narsani aytsangiz virgul kelmaydi, andni o'zi keladi. Lekin siz bir necha narsani aytsangiz, bunda oxirgidan bir oldin ishlatasiz ekan andni va undan oldin virgul keladi ekan. Tushuntirib bildimmi, do'stlar? Demak, and degani gaplarni bog'lashimizda yordam beradi va degan ma'noni bildiradi. But esa lekin degan ma'noni bildiradi. Butni ishlatganda oldinda virguldan ishlatamiz. Agarda bugungi darsimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos bizlarni like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib, kanalimizga obuna bo'lib bizlarni qo'llab-quvvatlanglar. Hammangizga katta rahmat. Sizlar bilan Mr. Begov bo'ldi. Biz sizlar bilan bugungi 11 darsimizdan o'rgandik. Goodbye.